Uvol buni tutsammi? Uvol bo'lmay nima bo'lib o'ta issiqda tashqariga chiqsam tanam qavjirab ketdi. Shaharda birorta odam qolmadi. Hammasi nomar ketib Ha, biz ham chiqaylikmi? Yo'q, sen konsert so'rovding? Ha, so'ravdim. Topdim. Ha, yo'sa o'tgan safarga o'xshab qimmat mana deydigan konsertchilarni topasan. 4 ta nom berasan, o'zlari kelib o'ynatib ketadi. Yo'q-a? Yurchi. Otash isib ketdi. Mana ketibdi-ku. Konsert chiqib. Mana o'zi yetib oladi. Uncha ulug' oldi, voy. Hozir telefon ko'raman, klient kelib qoladi. Kelini nima xizmat? Ko'ch mana yetib keldi. Zumrat aba mashinaga bitta konsert qilib bering. Voy, tashqariga chiqsam badanim bilan basharam borku qavjirab ketdi. Nimadir qilib konsert o'rnatmasa bo'lmaydi. Ha, bilan basharlarga nima bo'lgan? Pasti chiqib qolgan. Bu Lola cho'rsi to'r 21 qilib yuraverib, mashinaga bir taraf qorayib ketdi. Mana azoyi badanim qorayib ketdi. Tezroq bitta konsert o'rnatib bering. Basharam peshobod bo'lib bo'libdi. Tezroq bo'lish uchun ketmay berasiz. Ha, to'rtta patray beraman, farqi yo'q, yuring. Bo'ldi, tayyor. Ertaga men sizni qidirib yurmaymanmi? Yaxshilab o'rnatdingizmi? Bu original konditsioner qanday oldingiz? Ya Grenda oldim. Evda xohlagan turdagi konsert, steashi deysizmi, chiller xizmati deysizmi? Hamma narsa o'sha oyda bor. Xizmatini beringmi? To'rtta nonni ber. Voy, Rahmat sizga. Bitta savol bor. Bola bor. O'zi qop-qoralikka oppoq nima? Juda yomonsiz. Kommentga yozaveringlar-chi.